Bugungi kundan fikringiz? Ajoyib, judayam ajoyib. Men gapirman do'stim. Mayli. Sizda bugungi kundan. Bizning kundan aytadigan bo'lsam, kunimiz dabdala o'tdi. Nimaga? Mana o'tirishimizdan ko'rpachamiz, mana oxlatxonada o'tiryapmiz. Jasmina piyoz qaysirdimiz? Barcha bakalashkada bir vaqtda o'zingni xulosa chiqarasiz. Piknikning bahonasi shu. Bugungi kundan fikring. Piknik qilmadi qizlar bilan. Sen-chi nima fikring bor? Ha? O'g'ilbola o'zinglar bo'lsalar qilinglar piknik. Qancha qildilar? Mashinaga chiqmaganlaringni 300 ming so'm. Jamshidbek. Bugungi kundan fikringiz jigarim. Bugungi kundan So'kinishlar aralashmasin. Yo'q olam. so'kinish aralashmasin. Rosa g'alati kun bo'ldi to'g'risi. Aniq bilmadim. Kelishim aniq bilmaganim uchun ham manaqa jinniga o'xshab maktab formaga kelman. Har safar ashna afsunaman. Rasmga ham tusholmadim, fotoapparatim olib, to'plaman orasi ochilib ketdi, loy bo'lib. Ustim qorami chiqdi, men o'tin yoqaman deb portlab bo'lib ketay dedim, ozgina qoldi yonib ketishimga. O'ta issiq bey. Issiqlik Ya, mana shimim mana nimadir sachirab tekshilib qoldi. Jamshidbe, o'sha. Hozir to'xtab turing endi. Nada, bu qizlar yuribdi o'tda. Ikkitasi, ha? Bu hamma nima qildi, ikkitasi nima qildi? Gapini berma. Hey! Savolim bor! Savolim bor! Savol bor! Javob beraman. Ya siz javob berding. Seyit Akbar. Javob bermaysiz savolga? Bugungi kunda fikring. Sayed, Hamma nima qildi, bular nima qildi? Yo, odamiz ovqat pishirib yotibdi. Ayb-qo! Qayga? Suv kelmasa o'lib qolaman. Telefonda mayli, endi biz bunaqangiz odamimiz atmosfera mana bu nimalarda? Sparmiya. Nima qilaman? Atmosfera. Sparmiya bachakka. Ana shunaqa chiroyli joylarga Oftobligini qara. yerlar axlat arzimaydi. Harom. Sizda Lekin bizdan boshqa hech kim yo'q. Shunisi yaxshi. Bizdan boshqa hech kim yo'q. atmosferani qo'yib qo'yasiz. Endi bu, nima endi bu? No, lekin qiynalgan bo'lsak ham chiroyli joy, Abbaka. Joy. Vashcha zo'r joy.